Meyli bu dünyada, meyli ölgende senin yakından sıkıdığın bir insan çıkmaz mı? Kazi vicdanın bilen, kazi gururun bilen bu işini kıldım. Casus diyen kelime yamanlıkның sırlarının ilgisi diyen ma'noda ifade ediyor. Yani yaman bir xavf etkileyen bir adamni endişki saladigan bir xabarning ilgisi degan ma'noni arabchada buni ifodalaydi. Ana buning hukmi islom dinida casusning hukmi nima? Bu casus bo'lgan odamni qanday chora ko'rilish kerak degan vaqtida tutildi, muttafaqun alayh, tutun icma kelgan masala islom ümmeti, yani islom ulemalari Qur'on va hadisning hukmi bilan asoslanib turib, bu harom. Yani islom dinida haromdan cho'ng bir binasi yo'q. Yani nima deydi? Yani kim deydigan shu qilib qolsa deydi-da. Ammo undan yo'g'on bir binasi yo'q degili. Harom degan shu harom. Hiç bir inson shaklanib qolmadi, hiç bir olimni shaklanib qolmadi. Bu qiliqning hukmining nima ekanligiga to'xtalsak, bu harom. Onasini olganmi harom deydi. Onasini nikoh qilishmi harom? Qizini nikoh qilishmi harom deydi. Endi bundan boshqa cho'ng bir narsa deyilmaydi. İslam dinida buni harom dedi. O'sha o'xshash harom. Endi bu musulmonlarning ziyniga casuslik qilish degan gap nima degan gap desak, bu yerda 4 narsani ifodalaydi. 4 narsani. Bir inson, ya'ni ikki insonning orlig'idan to'rlab qolgan bu maxluq musulmonlarning ziyniga qubab bu casuslik qilgan bo'lsa, bu nima ish qildi endi bu desak, birinchidan dinga xiyonat qildi. O'zining bu islom diniga xiyonat qilgan xoin bo'ldi. Xoinlik qilgan bo'ldi. Bu. Ikkinchidan musulmonlarga jang e'lon qildim degani bu. Musulmonlarga jang e'lon qilyapman degani. Üçüncüden musulmonlarning ustidan faqat mening tugimas, yani adavatim bor. Musulmonga qiladigan zinini men qilmoqchi deb beradicha maydonni biri degan gap. Endi 4-dan kafirga, yani islomning, musulmonlarning, Allah'ning düşmanı bo'lgan bu kafir bilan yordamlashish degan gap endi. Musulmonlarning ziniga bu casuslik qilgan bu inson, bu maxluq bilan şu qilmish harakati bilan 4 jinoyatni, 4 gunoh kabirani qanaqa bo'ldi? Ishlagan bo'ldi. Islomda ba'zi gunoh sag'iralar bo'ladi, ba'zi gunoh kabiralar bo'ladi, ammo bu bir casuslik qilgan musulmonlarning ziniga bir casuslik harakatini qilgan odam 4 xil jinoyatni ishlagan bo'ladi. Bu 4 xil jinoyatning hammasi nima? Gunoh kabiraning ichidan chiqqan. Gunoh kabira deyiladi. Bu gunoh kabiraga her bir ayrım islom dinida kesilgan nimboz jazo var yani. İcra qilgan jazo var. Bunun 4 xil gunoh kabirini qilgan inson ya bu dunyoda jazosini tortadi, yoki bu dunyoda tortmay qolib qolsa, bu qiyomat kunisi hamma inson, qancha inson ziyon yetkazgan bo'lsa, hammasi bir gelib alib bo'ladi. Hammasi qilib gelib aladi. Yani qiyomat kunisi shitas deyilgan. Endi bunu da Allah Teala nima deydi bu Qur'oni Karimda bu haqda nima deydi deganda, Allah Teala xitob qilib musulmonlarga, mu'minlarga deydiki: "Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha va rasula
ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Hey iman keltirganlar, men musulmon deb musulmonlikni da'vo qilayotganlar, sizlar Allah'a ve peygamberge xiyonat qilmanglar. Yani İslam diniga xiyonat qilmanglar. Sizlar o'zlaringlarning omonatlaringlarni qarshi bir kofirga, yani dushmanga bunday xiyonatni qilmanglar. Sizlar ve entum ta'lemun. Ve bu xiyonatning ne kadar rezil ishligini siz obdan bilasizlar. Bu jinoyatda qandoq jinoyat ekanligini sizlar bilasizlar. Bilib turib sizlar manda ishlarni qilmanglar sizlar deb Alloh taolo bu xitobni qiladi. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis shunday deb xitob qiladiki: Ya ma'şara men amene bilisanihi ve lem yedhulil imanu fi kalbihi la tagtabul muslimin ve la tettebi'u avaratihim fe innehu men yettebi' avaratihim yetbe'ullahu avreteh ve men yettebi'illahu avretehu yufdihhu fi beyti. Ravahu Ebu Davud. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hey özünün tili bilen ben Müslüman oldum der görüle o iman diliga hiçbir tesir kılmagan ağzı dep koyup diliga iman tesir kılmagan cemaat bu cemaat şuna hitap kılıp dağıtıldı. Sizler Müslümanların gıybetini kılmanglar bizerik apırıp Müslümanların gıybetini kılıp sizler cümleler. Ulanın evretini yani ulanın eyiplerini sizler alt küçmenler. Ulanın piygi küçmenler sizler. Kandak bir adam Müslümanların eyibini tepşik için onun piygi düşünürken Allah onun piygi düşünür. Müslümanların piygi düşken bu mahlukların piygi Allah düşünür. Allah Teala eğer bir insanın piygi çıkıp kalsa onun yüzünün öykü bükün ovası mı, yüzünün uyunun işi de ovası mı ona resva kıladı dedi. Resva kıladı da bu resvalıkın çok resvalık nerede? Resva olgan ki dünyada bunun resva oldu onun ahirette takım resva olgan ki resva olgan kutulgan iş yok hem insanlar kanaydan alırgan ki bu iş ters olur. Bir sesik canlı bakanmaya, bir sesik canlı bakanmay, muş iş çıkıp kalan bu mahlukla Allah Teala piyga düşüyor deyin ki, Allah piyga düşüyor deyin ki, hem de küçük nesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadiste şuna dedi ki, وَمَنْ اِسْتَمَعَ اِلَى حَد۪يثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ اَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي اُذُنِهِ الْآنَكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dedi. Kandak bir adam, bir haklarının bir kavmin dedi. Meyli Müslüman olsun, meyli Çin olsun dedi. Amin. Bir insanların gibini tanışmak için kuluğunu sağlam olsa, yani bunun ahvalini ilerleş için bir hakkın gibini bir anlayda kuluğunu optan silip, bu gepni apırıp bir yerin yetkizip koyuş maqsidi da veya ki bununki maqsiyetligini kuluğu keltiriş niyeti bilen muşunda bir niyet kılıp kuluğunu sağlam olsa, o insanı, o alaka gepleşivatkan insanlar yaman gelip muş adam anlap kalmaz olur diyen bu şekilde kuluğunu sağlam olsa Allah Teala kada kıldı dedi. Bu yani kıyamet günüsü o kişinin kuluğuna kovuşumunu eritip kuşudu dedi. Kovuşumunu eritip yani rasas kovuşumunu eritip sımat kılıp eritip onun kızık şu altıda onun kuluğuna kıyamet günü kuşumu dedi. Kıyamet günü bunu kuşuladı. Sen nemi deb haqninki gipini tingshaysa, sen nemi deb haqninki
mahfiyatini egallaysa, buni egallab nima uchun haqqa yetkazilsa deb Alloh taolo qanday qiladi? Bu intiqomni mushtariqada oladi degan. Aldik. Undan keyin ana Qur'oni Karimda yana bir oyatni muzokara qilish bilan ham nimamizni, suhbatimizni xulosalaymiz inshaalloh. So'zimizni xulosalaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Yuqorida o'qigan oyat karimalarga sababi nuzulini anlaganimizdan keyin ham buni bir tarjima qilib bilishimiz uchun muzokaralarsak yaxshi tushunishga yaxshi sababchi bo'ladi. İnşallah bu oyat tushishdan oldida bir voqealikning ustida, ya'ni bir ish yuz bergan, shu yuz bergan ishning ustida bu oyat tushgan. Bu ish nima ishdi deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan Mekkani fath qilishni planlab, yani askerlarni, musulmonlarning askerlarini uyushtirib, nah qilib otlangan vaqtida bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir xabar keldi. Bu xabar qanday bo'ldi? Bir josuslikninki o'rinlashtirilgan, ya'ni bir Mekkalikka puchur ivatilganninki bu xabar yetildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Yetilgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yerdan tizdim tutish qilib, bu bir xatninki, ya'ni dushmanlarga ya kofirlarga avatilganligi xabari kelganligi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni jiddiy tutish qilib, bunga Ali roziyallohu ta'ala anhuni, Zubayr roziyallohu anhuni, Miqdod ibn Asvad roziyallohu anhudan iborat 3-4 kishilik qo'shinni evatidi. Darhol bu xatni qo'lga tushirib kelish kerak. Xoh degan ismli bir bog'choqning ichida sen bir ayolni topsa, bu ayoldan bu xatni topshirib elishing lozim. Ba'zi yaxshilikchi, ba'zi darhol qaytirib aytgan, agar u ayol bu xatni bergani unimasa, kallasini elib aytgan ayolni deb bo'ldi bo'lsin. Deydanda Ali roziyallohu anhu bu kitob bu rivoyat qilib, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ali roziyallohu anhu rivoyat qildi. Ali roziyallohu anhu shunda deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Zubayr va Miqdod ibn Asvad bularni dedi deydi. Sizlar avatdi deydi shayga. Evet shunda dediki Peygamber alayhisalom, sizlar beringlar. Shu baqqa yetib borgan vaqtida shu yerda bir ayol bilan bir xat bor. Bu xatni darhol elinglar ayoldan dedi. Degandan keyin biz hatto otlarimizni itdik choptirib degandek biz ashaga bordik deydi. Rasululloh ko'rsatgan yerga darhol yetib keldik. Yetib kelgandan keyin bu ayolni qo'lga tushirdik. Dedik deydi. Sen hali xatni darhol chiqar dedi.
Deganda bu ayol dediki, men bilan xat yo'q dedi-da, inkor qildi. İnkar qilib, tandı. Men bilan xat yo'q, hech bir ish yo'q menda, men bilan. To'g'andan keyin dedik deydi. La tukhrijannal kitaba aw lanulqiyanna thiyab. Sen çokum ya xatni chiqarsa, ya bütün kiyim-kechigingni yalmashlaymiz seni dedi. Ana yana bir rivoyatda kalloni elitimiz dedi. Degandan keyin bu ayol shu bilan bularninki pozitsiyasiga qarablam, shu yerda bo'ldi. Menda mana kitob xatni shu deb o'zining chechining qetiga, o'lim chechining qetiga chigib mushunda qattiq bo'g'ib olgan ekan, shu yerdan chiqarib berdi dedi. Bergandan keyin Ali roziyallohu anhu bu xatni olib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishiga olib keldi. Kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichib bu xatni o'qisa, to'raylarningki ismi bilan yozilgan xat bo'lib, hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shin boshlab Mekkani fath qilmoqda. Siz diqqat qilinglar, hozir qo'shin yerdan yer kelishlik, sizlar biroz diqqat qilinglar degan bu xatni o'qiblar. Shu kishini chaqirib aytib, to'g'izib qo'yib, nima ish bu? Nima qilgan qilib bu? Deganda bu lag'ildab titraydi ekan. Böyle lag'ildab titrab, "Ya Rasululloh, men endi uni qilib ekanman, buni qilib ekanman, bolalarım bor ekan, urug'tib qoldirim bor ekan, boshqa bir niyatim yo'qda, bundati degan shu paytda Alloh taolo Mala oyatni tushirdi. Ma tuvendik oyat nozil bo'ldi. Qanday deganda Alloh xitob qilib dediki, "Hey mu'minlar, hey iymon keltirdim, musulmonlikni da'vo qilayotgan mu'minlar, la tattaxizu aduwwi va aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda." Sizlar mening dushmanimni va o'zinglarning dushmanini avliyo ittifoq qilib olmanglar. U sizlarga asqatmaydi u. Avliyo ittifoq qilmanglar. Bunda ishlar qilmanglar sizlar. Sizlarga kelgan Qur'oni Karimga kofir bo'lgan tursa Alloh. Ya'ni payg'ambarga kofir, sizlarning e'tiqod qilayotgan dininglarga kofir bo'lgan, tangan bu insonlarga qanday sizlar buni avliyo ittifoq qilyapsizlar? Avliyo bu avliyo darajasiga ko'rib olasizlar, buni do'st ittifoq qilasizlar. Bu ishni qilmaysizlar. Buni qilgan ishim bu. Bular tekonun üstüge peygamberlimi ve sizlarnimi yutumlardan hatırcam tuğul koymaya qo'llab chiqarib etgan haq bo'lsa, sizlarning faqat Allohga, sizlarning Rabbinglarga iymon keltirgan sabab tufaylidan sizlarni xotirjam yutumlarni yoshig'ini qo'ymagan bir insonlarga sizlar mushunda harakatlarni qilamsizlar. Mushu bir ishmi? Agar sizlar mening yo'limda deydi, Alloh rizoligi uchun umid qilib siz chiqqan bo'lsanglar, sizlar bunday ishlarni hargiz qilg'ichi bo'lmanglar. Sizlar bir do'stlik bilan ularga o'shirini saqlab, do'stlikni o'shirini saqlab ishinglar. Bunday harakatlarni qilmanglar. Va ana a'lamu bima akhfaytum va ma a'lantum. Men bilib turibman sizlarning maxfiy qilganinglarni bilaman, oshkora qilganinglarni bilaman. Har bir qanday bir ish qildi kelsa, men uni obdan kontrol qilib turaman. Uni obdan o'qib turaman. Bu ishni qilmanglar. Va may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a as-sabil. Va may yaf'al deb qo'yinglar. Mayli kim bo'lsa bo'lsin, g'oyib yana. May yaf'alhu qandaq bir kishiki bunday qiliqni qiladi ekan, sizlarning ichidan faqat dalla sawa'a as-sabil, ya'ni to'g'ri yo'ldan ozashgan bo'ladi. Xato yo'lga minib qolgan bo'ladi. Diqqat qilinglar. Manda ishni qilg'uchi bo'lmanglar. Sizlarning qilgan ishinglar emas bu. Ya'ni musulmonning qilgan ishi emas. Ya'ni boshqa bir maxluqning qilgan ishi. Yuqoridagi bu normal bir insonning qilgan ishi emas. Buni qilmanglar deb Alloh taolo nihoyat siniq shaklda yana qanday qildi? Bunga tushuncha berib o'tdi.
İyyesqafukum yekunu lekum a'da. Eğer sizning ustingizdan g'olib kelib, sizni qo'lga tushirib olsa, sizga dushman bo'ladi ular. Uni bilmaysizlar sizlar. Dushman ular. Sizga qanday qiladi? Qo'llarini ustida sizning jedonini oldigan odamlar ular. Ha? Toz to'qmoqlaydigan odamlar ular. Sizni tutib olsa, sizning jedonini, ya'ni tenondan jedonni juda qilib qo'ydigan odamlar ular. Yana to'qmoqlaydigan odamlar ular. Uni o'qimamsizlar sizlar. Diqqat qilinglar. Bunda ishni qilgan ishmi? Davat Alloh taolo. Ve elsinetehum bis-su, yani yamanlık bilen nahayet qattiq sizning xapulaydigan, yomon ko'radigan so'zlarni sizlarni tillarni qanday qiladi? Sizlarga uzitadi ular. Deb shuni deydi. Yana vattu law takfurun, sizlar bu diningizning adojida bo'lishingizni davomli orzu qilgan do'stlik odamlar ular. Yani sizlarni to'qmoqlaydigan, sizning jiningni tiningni adojida qilib qo'ydigan va yana sizning diningizda bir xotirjam bir yashashsinmi demaydigan, diningizdan chiqarib ketishni, sizning dindan chiqarib ketadigan, mushuni davomli orzu qilgan, mushunda odamlar tursa, u nima deb bu ishni qilishini sizlar diqqat qilinglar. Deydi. Endi siz xiyol chog'lamanki mening ruh tuqqanlarim bordi, endi tuqqanlarim bo'lib ekan, endi u ekan, bu ekan deganlarni qilmanglar. Unda u sabab bo'lmaydi dedi. Lan tanfa'akum arhamukum. Sizning ruh tuqqanlaringiz sizga manfaat yetkazolmaydi, hech manfaat yetkazolmaydi sizga. Sizning bolalaringizmi, avlodlaringizmi manfaat yetkazolmaydi. Qiyomat kunisi oringizni boshqa orib ketadi. Siz boshqa, ruh tuqqanlaringiz boshqa. U boshqa. Sizning jiningizga, siz o'zingizning qilmish harakatlaringiz, sizning mush ishni siz qildingiz, u kunisi, u sizga xapliq kelgan kunisi, qiyomat kunisi, u sizga bir manfaat yetkazib, uyoq tutilsin, o'zining jini bilan qoladi u. Sizga hech manfaat yetkazolmaydi u. U kunisi sizning mush qilgan amallaringiz oldingizga chiqadi, ya'ni qiyomat kunisi diqqat qilishingiz kerak. Kunva berasiz, hisobga, so'roqqa qo'yishni dedi. Vallahu bima ta'maluna basir. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizni hammani qanday qildi? Ko'rib turdi. Az qilib qo'ydi. Kontrol qilib ko'rib turdi. Unda bo'lgan ekan, diqqat qilish kerak. Musulmon diqqat qilish kerak. Musulmon diqqat qilish kerak. Musulmonga Allohning buyrug'i bu, islom dinidagi josuslikning hukmi yuqori deyilganimiz kerak. Bir normal insan qilgan bir ishmi emas, yuqori deyilganimizda bütün Uyghur musulmonlarni, Uyg'urlarni bir aram qildi bu masala. Undan o'tib, undan teşe bütün dunyoda yashayotgan musulmonlarni, Uyg'urlarni taxmin bir aram qildi. Endi bekmi bir aram qilgan, alayda birinchi darajada bir aram qilgan, bir aram bo'lgan musulmonlar, ana Gollandiyada turayotgan musulmonlar alayda bir aram bo'ladi. Yani bunda bir iş bizden bir yer turayotgan insonlardan chiqqan ekan, uningki qanchalik ziynni tekshirib kelsak, hisoblab kelsak, deb siz bir ziyon, bir numus, bir nafrat, insonning bolasi qilmaydigan bir ish, musulmonga asli qilmaydi endi. Musulmon degan asli qilish to'g'ri emas. Bir vijdoni va g'ururi va inson qilmaydi endi. Bu ish bu o'tirg'a chiqdi. İnşallah Allah Teala bu işninki bu kılganlarını yaxşı bir cezalap Gollandiya hükümeti bunu tekşirip etip de anlaşımızca yaxşı tekşirip yaxşı bir cezasını verip insanlığa meyli çim olmasın anlagan anlamagan insanlığa ibret olacak bir yürüyüne titret gidek ikinci katın bu işine qilay deydigan insonlar yo'qdir inshaalloh. Agar bog'lab qolib qolsa, yuragi titrab, bir unda ishga yuzlanmay bir tövbe qilgidek, mushalat kelgidek bir jazo berilar inshaalloh. Deb buni kutamiz.
Anda Allah Teala birinci Allah Teala bunun insaf hidayet yani numus kıldırsın, hicalet belgisi versin, duygusu versin bu insana. Bu işini kılgan, kılmakçı olan veya ki kılıçını oylavatkan, ya ki mecbur olsun, meyle ihtiyari olsun, kas şekilde bu işini kıpsanmakçı olan veya kılıvatkan insanlar bulup kopkalsa Allah Teala bununla bir insanla gururunu versin. İlahi. Şu yerde kılıvatkan işini bir tövbe kılıp yansın. Şu kılgan işlerine paş kılıp oturgun meydanda çıkıp yüzünü bir aklap edemdek yaşamını nasip olsun. Şu bir gururunu Allah aşkına versin şu insanlara. Subhan rabbike rabbil izzati